Assalomu alaykum. Plankalaringiz zo'r mana. Gap yo'q. Bukulishlari ham вообще ideal ekan. Mana radishlari ham vashi. Yaxshi ekan. Gelvi zo'r bukilyapti. Sinib ketmayapti, xudo xolisa. Qaychida kesganini ham ishlatishga rosa qulay ekan. Xudo xolisa mana. Zo'r ekan aka plankalaringiz. Gap yo'q lekin. Xudo xolisa bitirib olamiz mana bu yerda ham. Mana bu yerda ham shundan ishlatdi. Plankalarga gap bo'lishi mumkin emas mana. Qo'lni ishlatilgan. Kelgancha bu plankalaringiz oka. Ayniqsa bunaqa bordyurlardan ajratishga ham shundoq tagiga tiqib qo'yilsa bo'ldi ekan-da, oyog'i bor-ku tagida. Shundoq mana bundoq tiqib xudo xolisa bordyurni tagiga ishimizni rason bityapti. Do'stlar, mana shundoq kiryapti tagiga. Zo'r ekan aka, rahmat, baraka toping. Chiroyli chiqdimi? Qalay bo'pti?